Assalomu alaykum. Biz onlayn offlayn kuzatuvchilar, biz kundalik ishlarni davom ettiramiz. Bizning galdagi mehmonimiz Gulbahor opamiz kelganlar Qirg'izistondan. O'sha O'sh Jalolot degan joyda bor, Jalolotdan kelganlar. Bu kishi bizga ikkinchi marta kelishlari, g'ayritabiiy ravishda biz olishga majbur bo'ldik, chunki o'zi birinchi marta kelishlarda juda og'ir kelganlar. Og'ir yotadigan bo'lib, dodvoy qilib. Nima bo'lgan, nima uchun shu yerda og'ir holatda bizga kelgansiz? Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yo'ldan keldim. Birinchi YouTube'dan boshqa doktorga kelgandik o'zi. Boshidan o'shanda birinchi kelgan sizlardan kelishimdan oldin birinchi boshqa kineziolog shu yaqin orada ishlaydi, ismini aytmay ko'ray. Shu odamga keldik. Kelib meni ko'rdi, MRT qilgandan keyin juda ham og'ir ekansiz. Sizni tuzata olmaymiz dedi. Keyin shunday anaqa Biron marta ham seans qilmadimi? Qilmadi. Meni MRT rezultatlarini ko'rdim. Vaqt qilamasdan. Kunduzi bilan o'chirtda o'tirganman u odamga. O'zim aslida u paytda ahvolingiz og'ir edi-da. Og'ir edi. Qo'lingni ko'tar, tushir, yonboshla, tushir. U qarshilikka qila olmasdingiz-da. Qila olmardim. Test qila olmasdingiz. Ha. O'tirgani ham kuchim yetmadi. Shu darajada qattiq og'riq edi. Keyin u odam aytdi, men tuzata olmayman dedi. U odamga ham rahmat. To'g'risini aytdi-da haligi. Mard bo'pti-da. Ha, mayli, kelavering demadi. Harakat qilamiz demabdi-da. Demadi. To'g'risini aytdi, qila olmayman dedi. Bitta ilojisi dedi, bir yillab fiskultura qiling dedi, nima operatsiya qildiringlar dedi. Shunday keyin xo'jayinim bilan kayfiyatimiz tushib, navigatorga endi operatsiya qayerda qiladi deb yozib ketayotgan yetimizda keyin telefon kelib qolib, navigator o'chib qoldi. Keyin xo'jayinimga aytdim, chekkaga oling mashinani. Nima gaplashib olib, keyin davom ettirib, o'sha operatsiyaga boramiz baribir dedim. Desam bo'pti deb keyin chekkaga oldi. Telefonda gaplashgan tushib ketdi. Keyin nima deya qarasam, atrofga grija deb qo'yibdi. Keyin voy o'lsam, ko'zimga endi gallyutsinatsiya bo'lyapti, ko'ryapti. Meni hali miyamda og'riq, hamma yo'q meni ko'zimga grija bo'lib ko'ryapti. Qayerda bo'lyapti? Dedim, shu yerda. Mana shu yerda, tashqarida, mashinada o'tirib, bunday qarasam, grija deb turibdi. Oynadagi reklama ko'zingizga ko'rinyapti. Ha. Maşallah. Keyin voy tavba deyman. Alloh o'zi yetkazganda meni. Shu yoqqa olib kelib to'xtatgan. Shu yerga olib kelib to'xtatgan. Adashib qolganmiz. Bo'lmasam haligi целенаправленно bitta yerga ketmayapmiz-da. Biz вообще operatsiya qildirgani boshqa больницаga ketyapmiz. Ha, qidirib. Bu yerga adashib kelib qoldik-da. Alloh o'zi bu yerga olib kelib qo'ydi. Keyin haligi yerda xo'jayinim MRTni olib ichkariga kirdi. Kiruvdikan keyin bizni shunaqa operatsiyaga jo'natdi. Bitta doktorga boruvdik. Desak, keyin bu yerda nima bor ekan? Oybek bor ekan, Bahodir aka bor ekan, endi hali Xurshid aka bor ekan. Yo'q dedi. To'xtanglar dedi. U qiz qani o'zi dedi, mashinada dedi. Olib kiringlar dedi, yura olmaydi dedi. Yura olmas edim-da. Yura olmadim umuman. Yo'q, olib kiringlar dedi. Keyin oyog'imdan bitta tarafimdan o'g'lim, bir tarafimdan xo'jayinim ko'tarib masjidga olib kirishdi. Hammasi maslahat nima qilishdi. Operatsiya qilmang, yaxshi emas, yana o'sib chiqaveradi qayta dedi. Keyin haligi gaplar kirmayapti-da mengachi. Endi 10 soat men Qirg'izistondan O'zbekistonga yo'l yurib kelganman. Ha. Kayfiyat tushgan. Kayfiyat tushgan. 2-3 kun uxlamayman. Og'riqdan uyqu yo'q. Qornim och. Endi ko'nglimga hech nima sig'mayapti keyin. Shu yerda doktorlar aytdi, shans bering bizga dedi. Bitta davolab ko'raylik dedi. Agar tuzalmasangiz dedi, pulingizni ham olmaymiz dedi. Biz rozimiz dedi. Keyin xo'p dedim. Keyin darrov qo'limdan analizlarni olib, lecheniya qilib, 1 soat ichida javob aytishdi. Keyin 1 soat ichida ko'zlarim ochilib, o'zimga kelib, darrov ovqat beringlar menga dedim. Kapelnitsalarda, plazmalarda olganimdan keyin darrov rezultat bo'ldi. Keyin yotdim. Yotib, davolanib, oyoq safar keyin turgizishdi. Nima fikr ayting desa, fikr aytmay ketgansiz. Men to'liq yaxshi bo'lib keyin aytaman degan. Ha. Siz katta odamsiz-da, to'g'rimi? Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Sizlardan kichkinamiz har qalay. Nima sababi kasalimni nima ekan? 1 emas 4 ta grijam bor ekan. Keyin u 4 ta grija ikkitasi yorilib, o'sha haligi oyoqqa berib yuborgan,
oyog'im уже yurgizmay qo'yganda, уже haligi boshqa yerlarda ham davolandim, lekin ular samarali bo'lmadi, menga ta'sir qilmadi. Qirg'iziston o'zida davolangansiz. Qirg'izistonda ham davolandim, O'zbekistonda ham davolandim. Andijonda sizlarga yaqin. Endi aytmay qo'yaveray, endi davolandim, juda ham ko'p pul ketdi. Mana shu 4 yil ichida 4 ta grija, oxiri уже yura olmay sizlarga kelib qoldim, aytdim. Adashib shu Alloh meni yetkazibdi-da, shu yerda rizqim bor ekan. Keyin keldim, shu yerda davolandim. 10 kun edi bitta kurs lecheniyalarda. Yine 2 kun o'zlari doktorlar bonus qilib qo'shib berdi. Opa dedi, yana ozgina yuring, bizni ko'z oldimizda nazoratda bo'ling dedi. 2 kun ana pul to'lanmadi, 2 kuniga bonus puli bo'ldi. Shu tuzalib ketdim. Bu endi 4 oy bo'ldi. Tuzalib yaxshi bo'lib ketdi. 4 oy oldin hozir. Endi undan keyin bugun nechinchi kun? Bugun 5 kun bo'ldi yana kelganimga. Endi u meni grija уже bezovta qilmadi. 5-kuni bugun. Men sana shu joyga laz qo'yasan. Emertis bor, do'y posiz o'sha. Bor. 4 oy oldin kelgan paytdagi emertis bor va hozirgi bugungi o'sha kuni qildingiz-a 5 kun oldin. Qildim. 5 kun oldin qilgan emertis bor. Solishtirsa rasmini qo'yasan. Grija 2 barobarga kichraygan. Da. 4 oy davomida. U bizni super bir dorini qilib yoki bitta boshqacha qo'llarimiz bilan, sehrli qo'llarimiz bilan, biotoki bor qo'l bilan uqalagandan ketmagan. Buni o'zi aktivlashgan. Harakat keldi, og'rib ketdi, harakat keldi, aktivlashgandan keyin tanani o'zi grijani so'rib oldi. Mana shuni haqiqiy rezorbsiya deydi. Endi biz lazer ham qildik, hamma narsa qildik. Prosta tana so'rmasa foydasi yo'q. Lazer ham ozgina stimulyatsiya qiladi, tana so'rmasa foydasi yo'q. O'tgan safar darslarga kirmagansiz? Menga ruxsat berishmadi. Shu turishmadi, chunki og'irda qoladi. Bu safar darslarga kiryapsiz? Ha, o'tgan safar kirmadim, lekin fizioterapiyalari, nima, lecheniyalarda hammasi o'zlari chiqib qilishdi. Hatto choy ichgani ham chiqarishmadi, nima deganda, kamroq harakat qiling deyilgan. Spondilit og'ir darajada-da, ya'ni umurtqalarda aktivlik juda yuqori edi, yallig'lanish aktivligi juda yuqori edi. Ushasa bittada konkret ushlab qo'ya olmaydigan darajada edi. O'shanga chiqarilmagan. Bu safar qanaqa bo'lyapti davolash? Undan farqli. Undan farqli, o'sha sizlar o'sha tekshirilgansizlar, o'sha srazu shu yerga keldim. Erkinsiz bundoq tashab qo'yib, Ha, endi nima hali xuddi o'zi uyimga kelgandek to'g'ri kirib keldim. Meni kelgan yaxshi, hamma yo'q yaxshi. Hech o'zgarishlar yo'q, hamma yo'q chiroyli, muomala hamma. Shu paytgacha sizga kimdir shunaqa o'zingizni kasalligingizni anglatganmi, anglatmaganmi? Nima uchun sizda grija paydo bo'ldi? Uni davolashda siz shu paytgacha adashgan yo'lingiz qayerda? Yo'lni qayerda yo'qotib qo'ygansiz birinchi, shuni tushundingizmi? Grijadan birinchimi? Menga har doim mashq qilib yurasizlar deyilmaganda. Birinchi xato. Ha, birinchi xato shu bo'lgan. Agar bilganimda edi, shu boshidanglar mashq qilib, упражненияларni qilib turib, o'sha yo'qotib borsam bo'lar ekan. Bu grija birinchi o'zi faqat mana shu fizически mashqlardanla yo'qolib ketadigan narsa ekan bu. Asli shu ekan. Boshida ham, o'rtasida ham, hozir ham, bundan keyin ham. Ha, hozirgilar endi sizlarni xafa qilmoqchi emasman, lekin ko'proq hamma yerda og'riq qoldiruvchi dori bilan, gormon bilan davolayapti-da. Asha mahalda o'zida tuzuk bo'lib ketasan, uyga borganingdan keyin o'sha yana asli ahvolingga qaytaveradi. Shuning uchun men o'tkazib yubordim-da vaqtini. Agar menga boshida sizga shu boshidan, demak, siz o'zi kasallik anglamagansiz. Mana farzandingiz bor-a? Nechta farzand bor? 3 ta o'g'lim bor. 3 ta o'g'il bor. O'g'lingiz bironta xatoni qilgan paytda qo'liga urib, bu xato deb taqib urgan bilan ishdan to'xtamaydi. To'xtamaydi. Uni xatoligini tushuntirasiz va yonida analogi, to'g'ri yo'lni ko'rsatasiz. Shunda mana bu xato, buning uchun xato ekan deb tushunadi, bu yo'lga kirmaydi u. To'g'ri. Aslida grija o'zi mana bu narsada yuzaga kelgan. Buni davolashdagi xatolar mana bu. To'g'ri yo'l esa mana bu. Nima yo'l bugungi kun 100 yildan keyin ham, 300 yildan keyin ham agar sen yangi o'ylab chiqilgan yo'llar mana shu liniyaga to'g'ri kelsa, mana shunga qolibga tushsa, ishlataver deganida. Bitta bolani tarbiyalash uchun yoki bitta o'quvchini tarbiyalash uchun unga yaxshilikni mezonini, yomonlikni mezonini, biron chegarasini ko'rsatadi. To'g'ri. Lekin uni hayotda yuzaga keladigan million xil sulchalarga yechim bermaydi-ku, to'g'rimi? Yo'q. Yechim shu. To'g'ri harakat bo'lishi kerak. Hamma ovqat yeydigan mikro makronutriyentlar yetarli bo'lsa, bo'ldi, sizda muammo yo'q. Nafaqat sizda, butun dunyoga oson. Shunaqa ekan, oson ekan, lekin hozir bizda anaqa nima biznes rivojlanganda, uni sirlarini aytib qo'ysa hech kim kelmay qolsa kerak edi. Shuning uchun aytishmaganda. Nimaga bizga kelyapti? Sizlar endi polni sirlarini ochib, o'zingizlar kelib ko'rsatib qilib beryapsizlar. Rizq birovni cho'ntagidagi pul emas ekan. Yo'q. Rizq Alloh taoloning yo'q joydan berish rizq ekan. Shunaqa ekan. Sizlar hamma yo'q to'g'risini aytib ko'rsatyapsizlar. Tafakkurim shunaqada.
to'g'ri, shuning Allohga uchun oson. odam kelyapti-da. Siz bilan meni kuttirmagandik-ku. Sizni bu yoqqa to'xtatgan kim to'xtatdi? Alloh to'xtatdi. Biz sizni kutmagandik. Ha, kutmagandinglar. Mashina shu yoqqa telefon keltirib Men o'zim ham bilmadim. Qarang, Alloh shu yerga meni nima qilgan. Demakki, men ham yaxshi insonman, sizlardek yaxshi insonlarga meni ro'para qildi-da. Xursandmiz. Ha, Xursandmiz. men ham xursandman. Endi уже bilaman, agar bironta yerim og'rib qolmasin, endi bar tirikjon, bironta yerim bir narsa bo'lsa, bilamanki sizlardek nima deydi, надёжный anaqa vrachlarim bor. Bemalol Xursandmiz. xohlagan mahallamda kelib ketaveradi. Nafaqat sizni shunaqa insonlarning ishonchiga kira olganimizdan biz xursandmiz. Faqat Rahmat. o'zi yaxshi bo'lish xohlagan odamning ishonchiga kira oldik-da. O'zi yaxshi bo'lish xohlamagan odamning ishonchiga biz kira olmaymiz. Bu ham Chunki to'g'ri. uning uchun pastelda u oyog'ini ko'tarib yotar ekanda, biz oyog'ini tagidan qo'limizni tiqib uni oyog'ini ishlata olmaymiz-da. Yo'q. Mantiq, ularning mantiqi shuda, bizniki unaqa emas. Xursandman. Odamda o'zida ham xohish bo'lishi kerak-da, tuzalib ketish kerakmi? Ana shu mashqlarda mana sizlar не только aytib beryapsizlar, kunda mana shu больницada ko'rsatib ham beryapsizlar-da. Qildiryapti ham. Qildiryapti ham-da. Misol uchun mana trenerimiz Mansurbek, agar vaqtinglar bo'lsa, obeddan keyin yana tushinglar deydi. Yana tushinglar deydi, yana qilinglar deydi. Shu yaxshi. Shunday nekin yo'q bo'ladi. Zo'r yaxshi bo'lgan bo'lsangiz xursandman. Shu yordam bergan bo'lsa sizga. Rahmat, sizlarga rahmat. Menga rahmat. Shuncha sabr qilganimga-da. Yaxshi. Xudo xolasa siz bilan endi ko'rishmaymiz degan umiddamiz. Chunki o'tgan safar bu kishiniki og'ir darajali spondilit edi. 5-6 tomurqasida yoppasiga yog'lanish bor edi. Modik bo'yicha birinchi, ikkinchi darajali signal bor edi. Ikkinchi darajali kechikkan, birinchi darajali aktiv o'tkir fazasidagi signal edi. U paytda biz uni bir qadam ham yurita olmasdik. U paytda vaholanki operatsiya mumkin emas edi. No, baribir shunaqa bo'ldi-da. Endi qayta olishga majburmiz. Bunaqa suvchi holatida biz teskari yuramiz, ya'ni o'zimiz gapimizga to'xta deymiz. Endi hozir o'tgan safar o'ta og'ir darajali yallig'lanishni to'xtatish uchun lechon olgan bo'lsa, endi biz 2 oydan keyin kelish kerak edi, boshqatdan kelib, 4 oydan keyin aktivlikni o'rganyapti. Endi biz qabul qilmaymiz. Endi qabul qilmaymiz lekin. Bo'ldi. Endi u yoqni o'zim bilib oldim. Endi o'zi yetib olasiz o'zingiz. Sizlarga faqat siz ko'rishgani kelishim mumkin nima deganda yoqtirib qoldim kollektivda. Siz shunaqa taniqli shaxssizki, kerak bo'lsa borib o'zingiz bitta zal ochib oling. Bo'ladi, shunaqasi ham. Men Jalolotda men kuzataman. Bir ikkita Bishkekda yaxshi bolalar bor, yaxshi yosh bizdan 15 yosh kichkina vrachlar bor, hali 30 ga ham kirmagan. Bor. Ular bor, yaxshi olib borishyapti, ularni ham kuzatib boraman. Lekin Jalolot o'sh tomonlarda yo'q. Yo'q. U tomonda Batken tomonlarda yo'q. Bitta zal ochib, o'ziga o'xshagan ayollarni yig'ib oling. Qilsam bo'ladi. Men sizga yordam beraman. Bo'ldi. Men sizga samimiy ishlayman. Kerak bo'lsa men nomim bilan ochaman, franchiza qilaman shu yerda. Bo'ladi, unaqasiga ham bo'ladi. Gap yo'q, ochaylik. Xo'p, Siz gaplashamiz. o'zingizdan birpas tender chiqadimi? Chiqadi. Zo'r fikr. Chiqadi. Согласие shu yerdan boshlanadi mana. Bo'ldi. Bugun yanvarda mana уже Xo'p, bo'ladi. birinchi предварительный nima ketdi. Bo'ldi. Ertaga kontrakt tuzamiz unda. Shartnoma. Предварительный shartnoma ketdi. Ertaga tuzamiz. Bu xursand bo'laman. Men ham xursand bo'laman. Men chunki bugun yashaymanmi, Odamlarga foydamiz ertaga tegishar yashaymanmi, bo'lmasam bizdan shu. qoladigan narsa shuda. Hozir cho'ntagimizga kirgan pul yoki unda qurgan uyimiz qolmaydi. Biz Yo'q, qoladi yaxshilik qoladi. To'lqa odamdan yaxshilik qoladi. Bunaqaqa o'tadi bizdan oldin. Albatta. Biz borishimiz bilan biz kutib Keyin bizdan keyin farzandlar ham bizni eslab faxrlanib yuradi. To'g'ri Xursandman. o'ylabsiz. Men shaxsan xursandman sizga shunaqa yordam bera olganimizdan va biz Alloh taolo uchrashtirganidan. Va kollektivimiz mana oddiy kichik tibbiy xodimimizdan tortib katta doktorlarimizgacha sizning ishonchingizga kira olganidan Shunaqa. Sizga rahmat aytaman, yana bizni tanlaganingiz uchun va umid qilamanki, bu yo'lga harakatdan to'xtamiz. Yo'q. O'sha bilaman. Men unaqa og'riqni boshimdan o'tkazdim. Endi u unaqa kunni og'riqni yo'q, umuman xohlamayman. Rahmat, omon bo'lasiz. Xo'p, rahmat. Mayli. Sizlarga ham shu gap. Aslida o'zi hammasi oson. Doim gapim, aslida hammasi oson, faqat unga eltuvchi yo'l sal qiyindek ko'rinadi. Kam ko'ram, hamisha ko'ram deydi. Sekin-sekindan yurasiz. Katta marralar shunaqa zabt etiladi. Omon bo'ling, bizdan uzoqlashmang.